Assalomu alaykum BM Class kuzatuvchilari va bizning obunachilar. O'tgan darsimizda natijniy patologda eng oddiy variantidan ishni boshlagan edik. Xudo xolasa bu darsimizda ozgina qiyinroq ish bilan davom ettirmoqchimiz. Bizga bu ishda xudo xolasa Farruh yordam bermoqchi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli obunachilar. Bugungi darsimizda xudo xolasa ikkomiz davom ettiramiz. Kuzatingizlar, dars juda mazmunli va ahamiyatli bo'ladi. Like va podpiska tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Ishimizni boshlab oldik. Buning uchun bizga maxsus shu qurilmalar kerak bo'ladi. Asbob-uskunalar, shurupavert, kerakli darajadagi shuruplar. Eng asosiysi 1.20 ga 1.20 joyimizga ketadigan bugungi darsimizda asosiy figuranti bu svetillik mana shunaqa podsvetkalarni o'rnatishdan boshlaymiz. Bo'rob aka, boshladikmi? Boshladik. Hurmatli kuzatuvchilar va hurmatli ustalar, hozir patologdan profilimiz minimalni biz 6 sm tushirdik. Sinab ko'ramiz. Qani palasa tortganimizda, natijani tortib bo'lganimizdan keyin yorug'lik palasa bo'lib qoladimi, yo'qmi? Shuni sinab ko'ramiz birdan. Eslatib o'tamiz, o'tgan safar baget qotirishda biz tushuntirib o'tganmiz. Shuning uchun bugun biz bagetlarni o'zimiz alohida qilib 5-6 sm tushirib tayyorlab oldik. Bugungi patologimiz haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Bugungi patologlarimiz double vision, bed vision degan patologlardan bed vision patologimiz. Bed vision patologini ko'pchilik tushunmaydi. Natijniy patolog sohasida yurganlar buni yaxshi biladi. Endi bu sohaga kirib keladiganlar bu yangilik. Bed vision patologimizda orqa tomoniga pechat o'riladi, oldingi tomoni bilan tortiladi. Shu bilan svet qo'yib chiqadigan svetlarimizda yorug'i orqali orqadagi svetilliklar orqasidagi pechatni oldinga ko'rinish berishga yordam beradi. Bu orqali yoqqanda alohida vid, yoqmaganda oppoq bo'lib alohida vid qoladi. Biz hozir bu yerga ikki xil variantda patolog tayyorlab kelganmiz. Bular Ekasolventda glansli pechat hamda UVda matli pechat. Ikki xil pechatimiz qanday chiqishini birgalikda kuzatamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli ustalar, LED yoritgichlarimizni ham o'rnatib oldik. Mana shu 1.20 joyimizga 35 ta chirog'imizni o'rnatib oldik. Montaj ishlarini yakunlaymizda natijniy patolog tortishdan boshlaymiz. Ma'lumot o'rnida aytib ketishimiz kerakki, bunday ma'lumotlarni hamma joyda ham topib bo'lmaydi, faqatgina BM Plastikdan ola olasiz. Polotnoni tortishni boshladik. Bu yerda biz UV printerda chiqqan pechatimizni birinchi tortib ko'rmoqchimiz, xudo xolasa. UV printerda svetopropuskachi materialimizga teskari orqa tomoniga urilgan. Hozir buni birgalikda qanaqa vid chiqishini kuzatib boramiz. Aytib o'tganimizdek 5 sm, 6 sm ham bu yorug'lik palasa bildirmaydi. Bo'roboy aka, birinchi polotnomizni tortdik. Birinchi polotnomiz svetopropuskachi materialga UV printerda urilgan edi. Bu haqida endi bu materialimiz haqida bir qisqacha ma'lumot bersangiz. Xuddi shunday, bu ham svetopropuskachiga faqat Ekasolventda urilgan pechatimiz. Buni ham xuddi shunday teskari tomonini tortib siz bilan birgalikda kuzatamiz. Ishlab chiqarishimizda, значит, bu printer ham, keyin UV printerimiz ham mavjud. Xuddi shunday. Ustalar bemalol aloqaga chiqib, bir xil materialda ikki xil pechatda ham zakaz berishi mumkin sizga, to'g'rimi? Xuddi shunday. Ekasolventda urilgan pechatimizdan tortib oldik. Natijasini o'zlaringiz ko'rib baho beringizlar. Bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda ko'rishguncha
bugungi bergan ma'lumotlarimiz manfaatli bo'ldi deb o'ylayman. Ustalar, keyingi darslarimiz nima haqida bo'lishini xohlasangiz, istasangiz kommentariyada yozsangiz, biz shu narsaga qarab keyingi videolarimizni chiqarishga harakat qilamiz. BM Classic bekorchi narsa emas. Faqat sifat.